o'sha xohlagan mavzumuzni mana shu nimaga bog'langan holatda Zomin tumani 14-maktabda tabiiy fanlar erkisiz tabiiy fanlar nazorat qiluvchi va o'zgaruvchi degan kirishi tadbiri bo'lib o'tmoqda. Yetakchi o'qituvchimiz o'rganishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Mana bu hammamizni sizlarimiz bor. belgilangan qo'l bilan misol uchun topshiriqlarni tushuntirmoqda. O'sha orqali ko'zdan ko'rish, eshitish, hidlash, tan bilish. O'sha biror narsani eshitish, fikr bildirish, xullas hammasi bo'yicha. Keyin mana bu nimalarimiz bor. Hozirgi aytgan narsamizga bog'langan holatda bashorat nimaga asoslanadi? Yoki bo'lmasa gipotezani tekshirib ko'rish uchun odatdagi nimadan ko'proq foydalanadi deydi. G'oya, gipoteza, tajriba bashorat shunga asoslanadi. Xohlagan nimani ko'raversak bo'ladi. Tajriba yana bashorat nimaga asoslanadi shunda? G'oyagami, gipotezagami, tajribagami kuzatishgami? Mana ya burası. gipotezani ishlab chiqarish Rasmni boshlab o'rtada bunisi 35. Ha, 34. Mana shu 5-chi soat. shumi? ha, ochib chiqaradi men. Nimaga asoslanadi? Ya ochmasam ko'ryapti-ku shunday. Ochmaydi. Ta'minlay. Voy ochadi. Nimaga asoslanadi bashorat? Bashorat nimaga asoslanadi? G'oyagami, gipotezagami, tajribaga kuzatishgami? Bashorat nimaga asoslanadi? Hipoteza o'zida nazariya bo'lsa kerak. Hayot misol Gipoteza degani bizda endi fanda faraz qilish, fikr yuritish degan ma'no anglatadi-da. Biron bir narsaga fikr bildirasiz. Tajribaga asoslanadi, to'g'rimi? Endi Shu paytgacha ma'lum bo'lgan narsalarga qarab turib, keyin bashorat qilishda. shunday mavjud bilimga asoslanib keyingi bo'layotgan voqeaga nisbatan fikr bildirishda. Ikkinchisi. Chunki bashorat qilish hamda biologiyada bashorat qilish. Misol uchun hozirgi matematik modellashtirish metodi borki, matematik modellashtirish metodi bilan oldingi yig'ilgan ma'lumotlarni ma'lum modelga qo'yib kelib, kelajakni boshqa qilib berish bor. kelajakda bo'lishi bo'lsa. Ularni o'rtada turib bir dumaloqning ustida berib bir strenkasi bor bunisi. O'sha hozir kiradi. Bashorat qilish degan demak tajribadan sanaladi, bashorat.